Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda mudofaa organlari fuqaro xodimlarining ish haqqi 2 bosqichda oshiriladi. 1-iyuldan mudofaa ishlari organlari fuqaro xodimlarining ish haqqi 20% ga, 2027-yildan yana 50% ga oshiriladi. Toshkent va Samarqand shaharlarida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarning turar joy ijarasi kompensatsiyasi ham ko'paytiriladi. Yigitlarni harbiy hisobga olish jarayoni esa raqamlashtiriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev harbiy xizmatchilar va mudofaa ishlari organlari fuqaro xodimlarini ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirishga qaratilgan qarorni imzoladi. Bu haqda 8-iyun kuni bo'lib o'tgan yig'ilishdan so'ng Mudofaa vaziri Shuhrat Xolmuhammedov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Toshkent va Samarqand shaharlarida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar uchun turar joy ijarasi uchun pul ko'rinishidagi kompensatsiya miqdori 25% ga oshiriladi. Bundan tashqari, mudofaa ishlari organlarining fuqaro xodimlari ish haqqi ham ko'tariladi. Shu bilan birga, mudofaa ishlari organlari fuqaro xodimlarining ish haqqi miqdori 1-iyuldan 20% ga, 2027-yil 1-yanvardan yana 50% ga oshirilishi belgilandi, dedi Mudofaa vaziri O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida. Harbiy hisobga olishni raqamlashtirish. Taqdimotda Prezidentga harbiy hisobga olish, tibbiy va chaqiruv komissiyalari faoliyatini raqamlashtirish bo'yicha takliflar ham ma'lum qilindi. Ushbu chora-tadbirlarni mudofaa ishlari organlari faoliyatiga nol byurokratiya tamoyilini joriy etish doirasida amalga oshirish taklif etilmoqda. Unga ko'ra, 16 yoshga to'lgan va ID karta olgan o'g'il bolalar to'g'risidagi ma'lumotlar Ichki ishlar vazirligining axborot tizimidan olinib, ularni avtomatik tarzda harbiy hisobga qo'yish tartibini joriy etilishi nazarda tutilmoqda, deya ta'kidladi vazir. Bundan tashqari, mudofaa ishlari bo'limlarida tibbiy komissiyadan o'tishni bekor qilish rejalashtirilmoqda. Barcha tibbiy ko'riklarni tuman va shaharlardagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinikalarda o'tkazish nazarda tutilmoqda. Vazirning qayd etishicha, ushbu takliflarning amaliyotga tatbiq etilishi fuqarolarga shaffof raqamli xizmatlar ko'rsatish imkonini beradi va ortiqcha byurokratiya qisqartiriladi. Prezident, shuningdek, havo hujumidan mudofaa tizimlari, yuqori aniqlikdagi qurollar va harbiy aviatsiyadan samarali foydalanish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Mavjud qo'mondonlik negizida harbiy havo kuchlarining jangovar qo'mondonligi tashkil etiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: gazeta.uz sayti.